aka. Voy, ayiqcha. Ha, sengamidi? Ha, degana yigitim tashab ketdi. Buncha xunuk. Ha, qiz bolaga ham ayiqcha beraman. Qiz bolaga bir gul bersa bo'lmaymi? Rostdan ham. Ot verdimi? Turfa gullar. Voy, qara yigitim jo'natdi. Voy, sen ne chiroyli qizga shunday ham gul jo'nataman? Shurtga o'xshab yotibdi-ku. Nima qildiysan? Hozirda Telegram gruppa chiqqan. Hamma noshukr qizlar gullarni ana shu yerda sotyapti. Sotib ber. 15-20 mingga ketar. Men bergan gul Telegram gruppada sotilyapti. Tushunmadim. Gulimni sotding, ishonchimni yo'qotding deb yozibdi. Nima qilay? Gulingiz sassiq yuvilmagan qoshig'im sochimdan ko'p oshig'im deb yozib ber. Xafa bo'lib qoladi. Nabarot, yigit kishini qancha o'zingdan uzoqlashtirsang, shuncha yaqinlashadi. Yaxshi ham borsam degana. Chachimdan ko'p oshig'im shashmaytimda shartta boshqasi uylanib ketaman. Ana shunda kallagingni tushunasan. Yigitim uchrashib gaplashib olaylik deyapti. Qara chiroylimi? Habbo, dedim, o'lik tug'ilganmi degana? Turishini qara bu ko'ylagingni, sochingda qara, qancha jo'g'ansan oxirgi marta. Aptingni qara. Hozir o'zim seni uzimda suvdek qilib qo'yaman. Я маленькая пчелка, я целый день жужжу. Не в садик и не So'g'im Jamil bilan mag'lub kelyapti. Assalomu alaykum, guppicham. Tarqaldimmi? Men buni osmonda oy desam, bu bir parcha loy-ku. Men ham shunga hayronman. Sizga kelishgan yigit kep shu qizni tanlaganiga. Kim tanlashim kerak? Atrofingizga qarang, bir yaxshilab qarang, kim chiroyliroq. Rostdan ham sizda chiroyli qiz turganda shunga aylanaman qora tapidek qilib. Gullarni sotib berdingmi? Turjoqqa. Menga turmushga chiqasizmi? O'zi yo'g'dirdim. Mayli, begona emassiz, dugonam yigitsiz. Roziman. Voy, o'ziga ko'z qo'yganday bo'ldi. Ketdik. Menchi? Sen o'zing ham bilvoy, boshqa qizlarga ham aytib qo'y. Qo'rqmangizlar dushmanni begonasidan, do'st chiqmaydi qizlarni deganasidan. Bu hayot seni menga berdi.